Hoji yaxshi o'tiringlar, men ketdim. Ajon boshlari qo'l bo'lib yotibdi. Bolam salgina aqlingda ishlatgin. Ko'cha qanaqangi sovuq bo'lyapti. Hamma joyda qor yog'ib boshladi. Quritdim sochimni. Qanday quriydi Mana hozirgina? shu. Mana Fenda tolasini quritdim. qara, tolasini fenda qurityapsan. Yoq qatlamini yuvding hozir, to'g'rimi? Yoq qatlami ham защитный слой edi. Birdaniga chiqib ketdi. Bo'lmaydi. Endi bu rosa sovuqlikka sezuvchanligi oshib qoldi. Birdaniga aniq qilmasdan mana salla bekorga oldinglar kiyib yurmagan. Boshini issiq ushlash kerak. Boshini issiq ushlaganda aql zakot kuchli bo'ladi-da, olimi ulamolar o'shaning uchun oldin ko'p bo'lgan, hozir yo'q. Nimaga deganda boshini quritar qurimdan chiqib ketyapti, meningit boshidan nag'izlar oqib, tumoq, biq, quloq, hammasi bilan shamollashdan boshlaring chiqmaydi. Issiq kiyin tez boshingga. Quritgandan keyin qachon chiqay? Biroz soat o'tsa, biroz soatda teri tagidagi tolalargacha qurib, teri tagi qurish kerak o'zi asosan. Yana bosh kiyim kiyib chiqasan. Men ertalab cho'milib chiqib ketayotgan ekan, noto'g'ri qotgan ekanman. Meningit bo'lasan, bola. Meningit qo'ylasan. Kechasi qo'llash kerak ekan. Kechasi cho'mil, kechasi yuvib boshingni ertalab issiq bo'lib chiqib ketgan, boshingga kiyib chiqib ketgan.